Toshkentdagi eng arzon va eng qimmat avtomobilga borib ko'ramiz va mashina ichiga atilab 100 ming so'm pul qoldiramiz. Pul turgan bo'ladimi yoki yo'q, videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bolalar, hozir birinchi bo'lib eng arzon mo'ykaga yetib keldik. Qanaqa mo'yka deb qiziqayotgan bo'lsanglar, bagajda chelak bor, mana bu yerda basseyn bor, ariq deydimi? Qo'shatdan bolalarga aytamiz, suvni olib berishadi, biz sepib yuk tashlaymiz. Bu eng arzon mo'yka hisoblanadi. Undan keyin eng qimmat mo'ykaga boramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz juda qiziq bo'ladi. Ko'pchiliginglar sam mo'yka deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin sam mo'yka emas. Yoni ko'rsatvorgan. Mana bizani eng arzon mo'yka. Oz chelaklarni olib tashab, bolalarga aytamiz, olib chiqib berishadi, mashinaga sepib yuk tashlaymiz. Bolalar, mana bizani eng kerakli narsalarimiz. Hamma narsa bor. Chelakni suvga tashlaymiz, olamiz. Tirs. Yosh uyda qanaqa mo'yka qilgan bo'lsa, shunaqa mo'yka qilamiz. Davay. Bizga buning uchun Shukur yordam beradi. Shukur hozir basseynga tushib, suv olib chiqadi. Davay. Mana shu. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Chiqasanmi? Voy, qanaqa olib chiqasan hozir? Cho'l bor? Yo'q. Tursiz yurasan? Men bunaqa joylarga cho'mlayman, Uruyning o'rganmaydi. Uruyning qayerda? Uruyingmi? Dubaydagi shahrim. Dubayda Sharm Shayx bor ekan, bilib olaylik o'zingiz. Bolalar, mashinani ko'rishinglar mumkin. Kir bo'lib yotibdi hamma yog'i. Hozir bitta cho'tki qilib yuvamiz. O'zimizning yoshliklarni chelaklarni olib separdik, xuddi shunaqa qilib yuvamiz. Bitta ko'rsatlar kirini. Shukur davay. Shukur ola olasanmi? Sizga qo'lingmi? Aka. Telefoningni ber. Telefoningni ber. Telefoningni ber. Aka, iltimos aka. Telefon. Aka, qo'yvormayman. Ha, davay. Bemalol, egilur. Davay. Oy, mana shu. Yana bir 5-10 marta sepsak o'zi top-toza bo'lib qoladi. Bu issiqda odam qurib qolyapti-ku. Gradus bilasizlarmi hozir necha volt? 55 volt kamida. 100 volt. To'g'rimi? To'g'ri. Bolalar, endi suvni o'zim olib ko'raman hozir. Senga ishonmayman. Qoch, o'zim. Aka, 100%. Aka, ola olmaysiz-ku. Mashina sinib ketdi endi. Ya, sinmaydi. Endi kim olib beradi? Shukurmi yana endi? Ha. Davay. Yaxshi. Voy, oyog'imni bosdingmi? Voy. Ha, qara. Qara tortib qoldi. Oyog'im bosgandi, voy. Tortib qoldi. Belim tortib qoldi, belim tortib. Ber katta suv, voy. Qara, nogron. Tur. Voy, qara. Belim to'g'ri. Nima bo'ldi? Belimni to'g'ri tortib qoldi, belim. Ha, yaqinroqdan ko'rsat. Urishyapti bolalar. Sen bitta qilgan, men ikkita qilay. Ha, oyog'ini ko'rsatgan. Mashq qildi. Xudoga soldim garchi. Ursang urish. Bo'lmasam jim o'tir. Nima bo'lyapti? Nimaga? Cho'zlatdi aka. Yo'q-a? Qo'ying. Men yig'lasin. Meni bitta yozdi aka, urishim kerak. O'zi urishib qo'ying bor. Ursin. Tinadi aka. Urishim kerak. Urma, foydasi. Ha? Uraman men aka. Urma. Ha? Ha? Uraman men. Yuring aka, gaplashing. Voy, qani chaqir. Qani chaqir bor shu. Men urishim. Bor shu chaqir. Cho'shlatdi ekan.
Endi bolalar urishib qoldi bo'ladi. Men ham yoshligimda o'zimni 6 yosh kattani urib jag'ini sindirib qo'ygan. 9 yosh edim, u 16 yosh edi. Yoshligimda o'zimni 6 yosh kattani urib jag'ini sindirib qo'ygan. 9 yosh edim, u 16 yosh. What? Mana jingadek sochlarim uchun videoga like bosib qo'ydi. Nima bo'ldi? Tashab kiyimini 40 ta, Kiyimingni 40 tami? Kiyimimni. Qani chaqirib kelib olma o'zim urishib qo'yaman. Bor tez. Kattalar urmaydi, shunaqami? Katta mendan kuchli-da katta aka. Sen o'z uchun-ku bundan ham kuchlisan. Просто Katta. miyang shuni qirg'ishing kerak. To'ppa to'g'ri. Cho'mildingmi o'zi nima qilding? Cho'milyapman. Cho'milmasa bu. Endi bolalar arzon mo'yka bo'lgandan keyin suvni isrof qilmadim. Ustini artib tashlaymiz, ichini bir sidra artib olamiz, bo'ldi. Yaxshimisan o'rtu, amanna ham hammasi zo'r. Ko'rinmay ketdi bu bolla, kecha mahallada ko'rdim birovga sani sog'indim ishon. Yoshligi qaytishga imkon bo'lsa agar qadriga yetardim o'sha vaqtlarni shoshmasdim katta bo'lishga. Hop bolalar mana issiqda 55 gradusda moshinani bo'ldi. Onson bo'lmadi, mana bolalar ham cho'tdi. Hop endi mashinani kir qilamiz. Yuvdik, top-toza qildik. Endi kir qilishimiz kerak. Premium mo'ykaga boramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Premium mo'ykani sizlarga bitta yoritib beramiz. Mana bitta suzib, qusib yotishibdi. Mayli, unga e'tibor bermaymiz. Video yoqayotgan bo'lsa, like, comment bosib qo'yinglar. 5000 ta like yig'ilishi bilan Xudo xohlasa, o'g'li jentrani ko'rsat. Xuddi shunaqa jentrada 24 soat qolaman. Shuning uchun sizlardan maksimal paytga 5000 ta like yig'ishinglar bilan 24 soat katta bolalar mashinasi jentrada 24 soat yashadim degan videoni olaman. Shuning uchun aktiv bo'lib turinglar. Video yoqayotgan bo'lsa, video yoqdi deb qo'llab-quvvatlab tursanglar, biza xursand bo'lgan bo'lardi. Bolalar mana mo'ykadan chiqdik. Endi premium mo'ykaga boramiz. Undan oldin bitta mashinani kirib olishimiz kerak. O'tir, ketdik. Mashina o'zi quridi. Kamchiliklar ko'rinyapti, mana ko'rinyaptimi videoda. Artganda qurib qoladi-yu. Shunaqa bo'pti. Xuddi mashina yuvilmagandek bo'lib qoldi. Hozir yana ozgina joylarda yuramizda, Kir qilamiz. mashinani kir qilib, premium mo'ykaga boramiz. Hozir videoni ko'rsanglar, qayerga borishimizni bilib olasizlar. Go'zalim asalam, sevib qoldim men seni. Yuragim nega tez urar yaqinlashganing sari. Sevadi o'zlari, aytolmaydi so'zlari. Mana bolalar, mo'yka qilganimizning ahvoli. O'sha qilib tashladi hamma yo'qni. Toza ham yurmanmiz o'zi, ha? Qanaqa ahvol. Voy, top-tozadek ko'rindi-da. Quridi bo'ldi, o'ldi. Qattiq hozir qizlar qochmasa bosib ketaman. Signal chaling. Hech qachon signal chalmagan orqadan keldi. Lekin Cho'chib ketadi. Dezani avrayimda o'zi qochdi. Mana administratsiyasiga yetib keldik. Mashinani shu yerga topshiramiz. Mana ko'rsatlar administratsiyani. Bolalar mana bu o'tirgan bolalarni ko'rsatdi. Administratsiyaga topshiramiz bo'pti. Mana hamga kirib ichkarida bemalol ovqatlanamiz. Bolalar hozir 100 ming so'm bo't mashinaga qo'yib qo'yamiz. Ko'ramiz qani mo'ykadagilar olishadimi yoki olishmaydimi. Mamga qo'yib qo'yamiz, qaranglar. Mana mamga qo'yib qo'yamiz. Ko'rsatlar yaxshi. Mana qo'yib qo'yamiz. Ham olishadimi yo'qmi bilib olamiz. Ketdi. Bolalar mana premium mo'ykaga ham kelib oldi. Joylarni o'zingizlar bitta ko'rishinglar mumkin. Hozir mana ofitsiant kelsa bitta buzdayron nimadir aytamiz. Mana neobычный narsa aytamiz. Qayn neobычный nimaligi bor ko'ramiz. Atak atmosferaga o'zingizlar bitta baho bersanglar bo'ladi. Buzdek tarvuz bormi aka? Bitta olib kelavering. Tarvuz o'zi bo'lsin. Yo'q, qovun shart emas. Tarvuz yo'q. Yana eslatib o'taman, 5000 ta like yig'ilishi bilan katta bolalarni jentrasida 24 soat yashayman. Sizlar qo'llab-quvvatlab turib 5000 ta like yig'ishinglar bilan 24 soat katta bolalar mashinasida yashadim degan video chiqadi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab oddiygina like bosib o'rsanglar, shuncha qilgan mehnatimizga xursand bo'lgan bo'lardi. Hamma qilayotgan mehnatimiz sizlar uchun. Bolalar hecham mo'ykaga kelib tarvuz yeyman deb o'ylamagan edim. Lekin mana issiq kunda tarvuz ham olib kelib qo'yishibdi. Mana sizlar bilan birgalikda yeymiz. Bismillahirrohmanirrohim.
Ol qo'lingni ol. Ol qo'lingni. Sizlarga yaxshi tomosha, bizga esa yoqimli ishtaha. Videoni to'xtatib like bosib qo'ying, bitta xursand bo'laman. Balki siz ham tarvuz tayyorlangda videoni boshqatdan qo'yib ko'ring, maza tarvuz yeb. Operator bo'lmasa chuydi. ol sana. Sana odamsan. Sana odamsan. Yeah, boy. Bolalar mana tarvuzlarni ham yeb oldi. Xizmatga gap yo'q. Shunday yeb olishimiz bilan olib ketishdi. Mana mashinamiz hozir mo'yga bordi, biz ham muzdayda o'tirib issiq kunlarda sharoitga gap yo'q, xizmatga ham gap yo'q. Atmosferaga ham bitta o'zingizlar baho beringlar. Yoqqan bo'lsa, mo'yga gap yo'q ekan, yoqdi deb yozib qoldilar. Biz hech qanaqa reklama olmaganmiz bu yerdan, chista o'zimizni bilgan mo'ykamizga kelib, yugurib ketyapmiz. Shuning uchun shuncha sizlar uchun harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab, like, komment bosib, podpiska qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Bolalar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. O'sha pol ikkitagida qoldirgan 100 mingimiz turgan bo'ladimi yoki olishgan bo'ladimi? O'zingizlar fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, olinganmi, olinmaganmi bilib olasizlar. Yana bitta savol sizga. Menimcha bu ko'plarga qiziq bo'lsa kerak. Ko'p muxlislarga, ayniqsa yosh muxlislarga bo'y o'stirish siz turli anaqangiz bor. Kursim bor. Kursingiz bor-da, maxsus kursingiz bor. O'shanga qanaqa qilib yozilsa bo'ladi aka? Buning uchun nima qilish kerak? Xo'p, qanaqa plyuslar bor u kursda? Xo'p, agar ko'pchilik menga beradi, yozilmoqchi bo'lsanglar, pastda opisiyaniyada Telegram kanalimni qoldiraman. O'sha Telegram kanali orqali o'tsanglar, menda alohida bot yaratib qo'yganman. Maxsus kurs bot degan. U bot orqali kurs haqida to'liq ma'lumot olib, bemalol qo'shilsanglar bo'ladi. Konsultatsiya olmoqchi bo'lsanglar, o'shda adminlarimiz bor, o'zim ham javob berib o'tiraman. Sizlarga kursimiz nima foyda beradi? Yoshinglar nechida, necha santimetrgacha o'stira olasizlar? Taxminiy qilib sizlarga konsultatsiya beramiz. Nimalar qilishinglar kerakligi haqida konsultatsiyani olib, bemalol kursimizga qo'shilsanglar bo'ladi. Pastda opisaniyada silkalar qoldiraman, bemalol o'tib, to'liq ma'lumot olib kursimizga qo'shilsanglar bo'ladi. Mana bu yilni o'stirmoqchi bo'lsang, bemalol kursimizga qo'shilsang bo'ladi. Men sana Tegiga qo'shib qo'yasiz. Videoda bas. Tegiga mana qo'shib qo'yapti. Nima? agar tegin kurs olish xohlasanglar, shu videoni kommentariyasida eng qiziqarli kommentariy yozib qolsa, kimniki ko'p like yig'sa, o'sha bitta odamga sovg'a qo'yaman. Tekin bitta kurs. Chista men uchun. Uchun shunaqa. Faqat shunaqa kommentariy yozishsin, shunaqa qiziq bo'lsin, ko'p like yig'sin. Bas. Bitta o'zimiz tanlaymiz. Bas. Men yordamlashib olaman. Ikkalamiz o'tirib tanlaymiz. Takishda bolalar bizga mana chek keldi. Mo'ykan narxi 170 ming bo'ldi mana. Mo'ykan narxi 170 ming. Yegan tarvuzimizning narxi 55 ming bo'ldi. Biroz kartaliga tashib yuboramiz. 225 ming. Bu amalga oshirildi bo'ldi. Nima deysan? Komfort uchun 225 ming. Qimmatmi, arzonmi? Bitta Mo'ykan. Hozirgi ob-havoga qarasa, lekin stoyt. Ancha issiqda yurgani qiyin Ha, stoyt. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Mana shunaqa sharoitda, premium sharoitda mo'yka qildirgan yaxshimi yoki ancha issiqda o'zingizlar yurganinglar yaxshimi 55 gradusda? Kommentariyada fikringlarni yozib qoldiringlar. Biz endi ishlaymiz. Pul topish kerak endi, to'g'rimi? Ishlatib pul topish kerak. Tuganmas pulni yo'q qilish kerak. Yaxshi bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Mana yaxshi bo'lsa-lar, topishga ketdi zamon. Yaxshiroq yo'q. Ko'ramiz videolarni xudo xolasa. Xo'p, bolalar mana chiqib oldi. Mashina shunaqa yaltirayapti. Ani xuddi yangi mashina haydagandek bo'lman. Yunus, nima deysan? Ko'rdingmi o'zing mashinani? Mashina Fikring qanaqa? Ko'rib jinni bo'lib qoldik-ku. просто mana oddiy mo'ykalardan yuvib berishadi-yu mahallalarda. Undan ancha farq qiladi. Yer bilan osmon ancha farq. Bekorga emas ekan. Pulga stoyt-a? Narxiga stoyishi, joyi ham stoyishi. Bu ish suvda вообще gap yo'q. Bitta narsani aytish kerak. Boya u joyi tushmadi. Mana 100 ming so'm pul, mana 100 ming so'm keldi-da, ani mo'yka qilgan bola. Oka dedi. Pulinglar yoyilib ketgan ekan, pul ikkitagida pul turgan ekan, oka, men qo'yib qo'ydim deb aytdi. Gap bo'lish mumkin emas, misol u bola ovozi ham hech kim hech nima demasdi u bolaga. Imamda mana chiroyli suvlar qo'yib qo'yishdi, mana oga. Chiroyli suvlar qo'yib qo'yishdi.
gap yo'q, men mashinani ko'rib, "Wow!" deyordim. Ancha bo'ldi unaqa yurmaganimga, mashinani yudirib-tirmaganimga. Nima deyording? Salondan chiqdi. Chiqib nima deding? Mercedes bo'lib qolibdimi deydi. Bolalar, o'zingizlar ko'rdinglar, eng qimmat mo'ykalardan bittasidan chiqdik. Mashina yonib turibdi. Boya 55 gradusda o'zimizni ham yuvdik, eng arzon mo'yka hisoblanadi u. O'zingizlar kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi biri yaxshiroq. Menimcha bu issiqda 55 gradusda mana bunaqa yaxshi sharoitda o'tirib tarvuzlarni yeb mo'yka qildirgan yaxshiroq. Shuning uchun video yoqqan bo'lsa, like, komment bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Shu videoda 5000 ta like yig'ilishi bilan katta bolalarning Gentras'da 24 soat yashadim degan video chiqadi. Like bosib, komment yozib, podpiska tashab qo'ysanglar, biz xursand bo'lgan bo'lardik. Hamma qilayotgan harakatimiz sizlar uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha.